Keling, bugun sizga bir hikmatli rivoyatni aytib bermoqchiman. Bir ayol erta vafot etib, Allohning huzuriga chiqdi. U Allohga yuzlanib dedi: "Ey Robbim, men butun umrim davomida qonun-qoidalarga amal qildim. Hech kimga yomonlik qilmadim. Nega buncha og'riqli hayotni kechirdim? Men juda ham erta o'ldim. Bu adolatdanmi?" Alloh unga shunday dedi: "Men seni dengiz bo'yida yashattirdim, lekin sen unga hatto bir marta qaramading. Men sening uying atrofiga butun dunyodagi eng go'zal gullar, daraxtlarni yaratdim. Lekin sen ularning hidini biror marta ham his etmading. Men sening atrofingga eng shirali mevali daraxtlarni ektirdim, lekin sen ularni yeganingda ham ularning lazzatini sezmading. Bilasanmi nega? Chunki sen butun e'tiboringni faqat o'zingdagi og'riqlarga, kimdir seni xafa qilgan paytlarga qaratarding. Sen yuragingni yomon xotiralar bilan to'ldirding va hayotingdagi faqat salbiy narsalarni ko'rar eding. Shuning uchun sen ichingdan kasallanib borarding va shuning uchun ham erta vafot etding. Men senga hayot berdim. Unda quyosh bor edi, mehribon odamlar bor edi, tabiat, ohanglar, huzur bor edi. Lekin sen shukr qilish o'rniga dardlaringni quchoqlading. Sen yashamaganing uchun erta ketding. Xulosa, ko'pincha biz hayotdagi yomon voqealarga shu darajada e'tibor qaratamizki, Alloh ato etgan cheksiz ne'matlarni sezmay qolamiz. Yaxshiliklar ko'z o'ngimizda turadi. Quyosh, gullar, mehribon insonlar, sog'lik, imkoniyatlar, lekin biz ko'pincha shukr qilish o'rniga shikoyat qilamiz. Shuning uchun bugun bir lahzaga to'xtang. Nafas oling, atrofga qarang, shukr qiling. Chunki hayot bu eng katta ne'matdir.